Isroil va AQSh rasmiylariga ko'ra, Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomeynay yaralangan. The New York Times yozishicha, aynan shuning uchun ham u oliy yetakchi lavozimiga saylangani e'lon qilingandan so'ng ommaga ko'rinish bermagan. Isroil manbalari Mujtabo Xomeynay AQSh va Isroilning Eron bilan urushining birinchi kunida otasi Oyatulloh Ali Xomeynay o'ldirilganda oyog'idan yaralanganini bildirgan. The New York Times'ning Erondagi manbalari ham kichik Xomeynay jarohat olganini ma'lum qilgan, biroq qachon va qanday holatda jarohatlanganiga aniqlik kiritmagan. Eron prezidenti Masud Pezeshkionning o'g'li va maslahatchisi Yusuf Pezeshkion esa mamlakatning yangi oliy rahbarining jarohat olgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Men janob Mujtabo Xomeynay jarohat olgani haqidagi xabarlarni eshitdim. Shundan so'ng tanishlarim va yaqinlarim bilan bog'lanib vaziyatni so'radim. Xudoga shukr, u sog'lom, hech qanday muammo yo'q, deb yozdi Yusuf Pezeshkion. Eron Hormuz bo'g'ozini minalashtirishni boshladi. Bu haqda kuni kecha CBS News telekanali AQSh razvedkasiga tayanib xabar berdi. Ushbu xabarlarga AQSh prezidenti Donald Tramp munosabat bildirar ekan, agar Eron Hormuz bo'g'ozida mina o'rnatsa, AQSh ularni darhol olib tashlashni talab qilishini, aks holda buning harbiy oqibatlari dahshatli bo'lishini aytdi. Biroz vaqt o'tgach esa AQSh harbiylari Eronning mina qo'yuvchi kemalarini yo'q qila boshladi. Qo'shma Shtatlar Eron kemalariga, jumladan minalash uchun ishlatiladigan 16 ta katerga bir qator zarbalar bergan ma'lum qilindi. Bu zarbalar Eron Hormuz bo'g'ozini minalashni rejalashtirayotgani haqidagi xabarlar ortidan amalga oshirildi, deya bayonot berdi AQSh Qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi. Buni AQSh prezidenti Donald Tramp ham o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida tasdiqladi. Ma'lumot uchun, dunyo neftining 20-25% va gazning katta qismi aynan Hormuz bo'g'ozi orqali tashiladi. Isroil va AQSh bilan urush boshlangandan so'ng Eron Hormuzni bloklashni e'lon qilgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh va Isroil mamlakatga hujumlarni davom ettirar ekan, mintaqa orqali 1 litr ham neft eksport qilinmasligini ma'lum qildi. Bloomberg agentligining yozishicha, dastlabki bosqichda ushbu harbiy amaliyot odatiy harbiy kampaniyaga o'xshagan, ya'ni qanotli raketalar orqali tezkor va kuchli zarbalar berilgan. Biroq 2 haftadan so'ng amerikalik harbiylar kutilmagan qiyinchiliklarga duch kela boshlashgan. Nashr ma'lumotiga ko'ra, nisbatan kichik harbiy byudjetga qaramay, Eron katta qurol-yarog' omboriga ega. Bu qurollar yillar davomida yig'ilgan, mamlakat bo'ylab tarqatilgan va yashirin holda saqlangan. AQSh kuchlari Eron hujumlarini qaytarish uchun qimmat va kam ishlab chiqariladigan tutib oluvchi raketalardan faol tarzda foydalanishga majbur bo'lgan. Xususan, Patriot Pak 3 tizimlari orqali raketa hujumlari qaytarilgan. Tahlilchilar urushning dastlabki kunlaridayoq AQSh va uning ittifoqchilari mingdan ortiq shunday raketa sarflagan bo'lishi mumkinligini bildirishmoqda. Bu esa ularning yillik ishlab chiqarish hajmidan ancha yuqori. Shu bilan birga Pentagon ma'lumotlarida AQSh tomonidan berilayotgan zarbalar intensivligi 80% dan ortiqqa kamaygani keltirilmoqda. Ammo Tehron yaqin sharqdagi AQSh harbiy obyektlari va energetika infratuzilmasiga har kuni hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Mutaxassislarning fikricha, mojaro asta-sekin qurol-yarog' zaxiralari bo'yicha raqobatga aylanib ketmoqda. Tadqiqotchi Kelly Grika AQSh bunday imkoniyatlarga ega raqibga qarshi birinchi marta urush olib borayotganini bildirdi. Shuningdek, Center for Strategic and International Studies tahlilchisi Mark Kenisyanga ko'ra, bu mojaro amalda kimning o'q-dori zaxirasi birinchi bo'lib tugashini aniqlaydigan poygaga aylanib bormoqda. Volodimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya allaqachon Eronni dronlar ta'minoti orqali qo'llab-quvvatlamoqda va raketa hamda havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan yordam bermoqda. Zelenskiy shuningdek Rossiyaning bosqini bilan bo'lgan vaziyatni misol sifatida keltirib, Shimoliy Koreya Rossiyaga 10 ming nafar askar yuborganini eslatdi. Xuddi shunday holat Yaqin Sharqda ham yuz berishi mumkin. Putin o'z askarlarini Eronga yuborish variantini ko'rib chiqmoqda, deya qo'shimcha qildi Ukraina yetakchisi. Eron AQShda bo'lib o'tishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Eron sport vaziri Ahmad Dunyamali bu qarorni mamlakat Qo'shma Shtatlarga qarshi urush holatida ekani bilan izohlagan. Bu korrupsiyalashgan hukumat rahbarimizni o'ldirgandan so'ng jahon chempionatida ishtirok etishimizga imkon beradigan hech qanday sharoit qolmadi. Eronga qarshi olib borilayotgan dushmanlik harakatlari fonida bizga qarshi 2 marta urush olib borildi va bir nechta ming fuqaromiz o'ldirildi. Bunday sharoitda bizda ishtirok etish imkoniyati yo'q, deya uning so'zlarini keltiradi mahalliy nashrlar. Hozircha vazirning bu so'zlari qanchalik mamlakatning rasmiy pozitsiyasini ifoda etishi ma'lum emas. Eronning boshqa rasmiylari bu xabarni tasdiqlagani yo'q.
Ma'lumot uchun, futbol bo'yicha jahon chempionati 2026-yilning 11-iyunidan 19-iyul kunlariga qadar AQSh, Kanada va Meksikada o'tkaziladi. Unda 48 ta terma jamoa, jumladan O'zbekiston ham ishtirok etadi. Xitoy Tojikistonning Afg'oniston bilan chegara hududlarida 9 ta yangi chegara obyektini qurib beradi. Asia Plus o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, qurilishning umumiy qiymati 57 million dollardan ortiq bo'lib, mablag' to'liq Xitoy hukumati tomonidan ajratiladi. Tojikiston tomoni esa soliqlar, bojxona to'lovlari va boshqa majburiy to'lovlardan ozod qilish uchun javob beradi. Loyihaning asosiy maqsadi Tojikiston chegara qo'shinlarining moddiy-texnik sharoitlarini mustahkamlashdan iborat. Hozircha mazkur obyektlar aniq qaysi hududlarda qurilishi va ularning turi qanday bo'lishi ochiqlanmagan. Financial Times nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Rossiya hukumati 2026-yil aprel oyida bo'lib o'tadigan parlament saylovlarida Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va uning Fidesz partiyasiga g'alaba qozonishda yordam berish maqsadida axborot kampaniyasini boshlab yuborgan. Axborot kampaniyasi rejasini Rossiya hukumatiga aloqador Social Decision Agency ishlab chiqqan. Bu kompaniya G'arb sanksiyalari ostida. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, kompaniya rejasi Rossiya prezidentining ma'muriyati tomonidan tasdiqlangan. Rejada Orbanning ijtimoiy tarmoqlarda butun dunyo bo'ylab do'stlarga ega kuchli lider sifatida targ'ib qilinishi va Vengriya suverenitetini saqlay oladigan yagona nomzod sifatida ko'rsatilishi ko'zda tutilgan. Orbanning asosiy raqibi hisoblangan muxolifatdagi Tisiya partiyasi rahbari Pyotr Madrianinni esa Bryusselning qo'g'irchog'i deb atash tavsiya etilgan. Rejada shuningdek Madyar va uning partiyasiga qarshi axborot hujumlari amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Biroq Rossiyaning Budapeshtdagi elchisi Yevgeniy Stanislavov Moskva Vengriya saylovlariga aralashmayotganini bildirdi. Vengriya hukumati ham Rossiya aralashuvi mavjudligini rad etdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Financial Times'ning xabarini fake deb atadi. Vashingtonda AQSh Kongressi binosi ro'parasida noma'lum shaxslar tomonidan prezident Donald Tramp va pedofiliyada ayblangan moliyachi Jeffrey Epstein birgalikda tasvirlangan haykal o'rnatildi. Haykal Titanic filmidagi mashhur lavhaga o'xshash ko'rinishda yasalgan. Oltin rangga bo'yalgan installyatsiyada Tramp Epsteinni orqasidan quchoqlab turayotganini ko'rish mumkin. Bugungi xabarlar shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like qo'ying hamda izoh qoldirishni unutmang.